So'nggi vaqtlarda internetda tarqalayotgan har bir xabar ham haqiqat bo'lavermaydi. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi hamda ommaviy axborot vositalarida 2025-yil sentyabr oyida Muzaffar Rahimov va yana bir necha nafar O'zbekiston fuqarosi Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olingani ma'lum qilingan. Rasmiy manbalarga ko'ra, ular giyohvand moddalar va psixotrop vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilingan. Huquq-tartibot organlari tomonidan tintuv o'tkazilib, ashyoviy dalillar aniqlangan va ekspertizaga yuborilgani haqida xabar berilgan. Shuningdek, gumon qilinuvchilar Istanbulning Maltepe tumanidagi jazoni ijro etish muassasasiga joylashtirilgani ma'lum qilingan. Shu bilan birga hozirgacha rasmiy sud hukmi yoki aniq jazo chorasi e'lon qilingani haqida xabar mavjud emas. Tergov jarayoni davom etayotgani bildirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan uzoq muddatga qamalda, ahvoli og'ir, ozodlikda yoki boshqa davlatda yuribdi kabi xabarlar esa rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Mazkur ma'lumotlar hozircha mish-mish va taxmin sifatida baholanadi. Hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan yagona ishonchli ma'lumot bu shaxsning Turkiyada qo'lga olingani va tergov jarayoni olib borilayotgani haqida rasmiy bayonotlardir. Qolgan ma'lumotlar bo'yicha rasmiy tasdiq mavjud emas. Fuqarolardan faqat rasmiy va tekshirilgan ma'lumotlarga tayanish, tasdiqlanmagan axborotlarni tarqatmaslik so'raladi. Vaziyat yuzasidan yangi rasmiy ma'lumot e'lon qilinsa, bu haqda albatta qo'shimcha ravishda xabar beriladi.